Allah bana de. Memnuniyetini sizin Allah'ım. Şifasını yemiyorsun Allah'ım. Allohu akbar. Amin. Shifo bersin. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Hamqishloqimiz mana 3 ta farzandlari guruh nogironi bular mana 15 yildan beri xabarlaring bor. Mo'yinjon akamizni, Mo'yinjon akamizni farzandlari shu oyoqlari ishlamay, onalaridan va dadalari birgalikda parvarish qilib kelishyapti. Yaqin kunlarda bularni hujjatlar Hindiston davlatiga jo'natildi. U yerda shifokorlar maslahat qilib boshlanishiga faqat bittalarini hozir ko'rikdan o'tkazib davolashmoqchi. Yaxshi natijalar bo'lsa, qolganlarini ham keyin olib boriladi. Shunga hozir bitta bemor, ikkita, uchta hamroh bilan safarga chiqish kerak. Shuning uchun aziz hamyurtlar, hamqishloqlar, shu singillarimiz uchun tez fursatda umumiy o'sha xarajatlar uchun sarf qiladigan mablag'ni yig'ishni harakatda bo'laylik, bir-birlarni xabardor qilaylik. Gruppalar ochilgan Telegramda 3 opa singillar degan. Kim nimaga qodir bo'lsa, holi yetsa, kimdir mablag' bilan, kimdir harakati, tavsiyalar bilan va eng muhimi gruppaga a'zolar sonini ortishda yordam berishimiz juda ham muhim, chunki xabardor qilinsa ko'pchilik o'z-o'zidan tushumlar yaxshi bo'ladi. Tezroq maqsadga erishamiz. Alloh taolo yaqin fursatda singillarimiz Soyurtga betalofat beshikast borib kelib, shu yerdan shifo topib qaytish nasib etsin. Mana o'zlaring tanigan Dildora bir necha bemorlar Hindistonga borib keldi. Yaxshi shifo topib qaytishyapti. Xususan bularning holat o'sha yerda yurtdagi shifokorlar o'sha yerda xalqlarga rizq qilgan ekan. Mablag'lar yig'ib olib borilyapti. Alloh taoloning hikmati. Bularga ham rahm qilinglar, axir otalari, onalari mana yig'lab turishadi, onalari har safar. Axir shuncha yil davomida 15 yil juda uzoq muddat bularni ko'tarib, yo'lga olib sabr qilib o'zi bo'lmaydi. 1 soat, 2 soatga toqatimiz yetmaydi. Xabardor qilib mana shaharda, chet ellarda hamyurtlarimiz, hamqishloqlarimiz bor. Ularni ham gruppaga qo'shaylik. Dildora o'zini plastik kartasini qo'ygan, unga mana hammamiz ishonamiz. Ular o'zlari birgalikda yo'lboshchi bo'lib borib kelishadi. Duoda bo'laylik. Mana hozirgi kunda Eid Qurbon hayit bayramlari arafasidamiz. Alloh taolo muyassarlik nasib etsin. O'zi bandalarga rahm qilsin. Barcha bemorlar dardiga shifo so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Shifokor qog'ozlari apparatga tushilgan. Bu yerda ko'p davolandilar. O'zimizda foydasi yaxshi bo'lmadi. Shunga uzoq davlatga tayyorgarlik xudo xolasa. Birgalikda o'tib olamiz. Xudo xolasa. Alloh taolo o'zi yetkazar, madad beradi. Ular borib shifo topib qaytishadi inshaalloh.